Assalomu alaykum, hurmatli Asman kuzatuvchilari. Mana biz Toshkent shahridagi Kelesdagi yana bir obyektimizga kelganmiz. Bu obyektni Azakam o'zlari qilib berishgan. Assalomu alaykum, Azaka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Xudoga shukr. Aka, bu obyektga nima ishlatilgan aka hozir? Bu obyektimizga Asman brendining Luch Petra mahsulotlari ishlatilgan. Buni birinchi ko'rib olman, to'yxonamikin deb o'ylabman. Juda boshqacha chiqibdi. Ha, bu hashamatdor gigant uchastka. Bu uchastkani ko'rganimizda o'zimiz ham havas qildik. Inshaalloh hamma havas qilsa arziydigan uchastka. Bu obyektda Luch Petra mahsulotlari ishlatilgan. Ko'rib turibsizlar, tovlanib, juda chiroyli chiqqan. Buni aka tuyagalari juda boshqacha ekan. Anu tepasidan, tepada tuyagasi 1 metr o'tib qopti aka. Ha, u narsa bir o't chiqqan, ko'pchilik so'rashdi. Birinchi savol bermayapsiz bu savolni. Ko'pchilik so'rashi, buni ichida armaturalari bor, karkas to'qilganda buni ichiga umuman tushib ketmaydi. Uy turguncha xudo xolasa turadi. Bitta trishcheni ham bermaydi u narsa. Juda chiroyli chiqibdi aka. Keyin mana bu ustunlar bo'lsa, rim ustunlarda qolipda quyilgan, keyin sementoyda chiqarilganda har bitta qirrasini shukurkalab chiqilganda keyin ustidan 3 petra mahsuloti sepilgan. Eng qizig'i shunaqa juda chiroyli obyektga, juda premium obyektga bizi mahsulot Luch Petra ishlatilgan. Aka, nimaga bu uyda egalari hozir travertinni ko'pchilik firmalarda travertin nima qilyapti? Ular uyda egalar o'ylaydi, travertin arzonga tushadi deb o'ylaydi. Nimaga travertinni ishlatishmadi aka? Travertin qildirsa yaxshi. Travertin ham o'zi fasadda premium mahsulot hisoblanadi. Unda yana uy egalariga birinchi o'rinda vaqt. Vaqt ko'p ketadi. Agar travertin qilamiz desak, har bitta mana bu qirralarini, tiyagani mana bu qirralarini nima qilib chiqish kerak? Shukurka qilib chiqish kerak. Unga ham usta xizmat oladi. Unga ham atdenda $4 eng kamida usta xizmati olinadi travertinda. Endi bu 2000 kvadratli obyektimizda 3000 metr oshiq, 3000 metrdan ziyod metrovoy bor-da. Bu paganometrga oladigan bo'lsak, endi 3000 ni 4 ga ko'paytiring. Kalkulyatorda o'zi hisobda ketadi. Keyin kvadrat ko'paytiring. O'zi narxi naborot bunda 4-5 ming ham uy egalari yutadi. Ham shunda har bitta kvadratiga bet hozir 2000 bo'lsa $6000 o'sha kvadratiga nima qilyapti? Burchak chiqargani. Shu paganometr ko'p bo'lgani hisobiga mana shu mahsulotdan foydalanilgan. Shuning uchun ham vaqtdan yutiladi, ham $6000 uy egalarining cho'ntagiga foyda. Juda zo'r aka. Hozir bir ichkarilarda ham ichkarilarda bir ko'raylik. Voy, mashalloh deydigan uchastkada qarang. Hammamizga nasib qilsin. Inshaalloh. Mana bunday kelasida qo'llarni bunday mehmonlarni, ota-onangiz mehmonlarni chiroyligina qilib kuzatib, mana shu yerda fayzli xonadonda zikr xlar qo'yib qo'yasiz mana bu yerga. Ikkita sig'adi xudo xolasa. Ota-ona uchun, o'zimning oilam uchun yaxshi uy qildiraman deganlarga mahsulotlarimizni mana maslahat beramiz. Premium xizmatlar bizda inshaalloh. Premium mahsulotlar, premium xizmatlar. Aziz aka, labbi. Hozir bu obyekt e'tibor berdim, juda katta ekan. Juda katta ekan. Ko'p ustalar bunaqa katta obyektni olgani qo'rqadi. Nimagaki, qanaqadir xato qilib qo'ysam, undan keyin uyda egasini oldida uyalib qolishdan ko'p ustalar qo'rqadi aka. Yosh ustasiz aka. Bu obyektni olishdan nima qilmadingizmi aka? Yo'q, unaqa narsa umuman bizda o'ylanish bo'lmaydi. Naborot, bunaqa katta gigant uchastkalarni biz sevamiz. Nimagaki, jamoamiz 200 ortiq. Hozirgi kunda o'zida 14 ta proyekt ketyapti. Hozirda bitta vaqt o'zida 14 ta proyekt ketyapti. Yana 20 tagacha qabul qila olamiz. Ha, o'sha 14 ta proyektingizda Asmanni o'z bizning mahsulotlarni ishlatyapsiz. Ha, shunaqa. Mana ko'rib turibsizlar. Har bitta ustunlari, har bitta detallari, har bitta tepada qarab turibsizlar. Endi biz usta tilida aytganda noshkachalar deyiladi. Hamma narsa o'z-o'ziga santisini santimetrga qo'yib joylab chiqilgan bu narsani. Keyin tomi ham o'ta ideal chiqqan. Qarasangiz doppli tom deyiladi, hozirgi kunda trend bo'layotgan tomlardan. Shunga moslashtirilib akfalargacha fasadda o'ta premium deyiladi-yu. Premium uchastka bo'lsin, shunday bo'lsin-da, to'g'risi. Mana hozirgi kunda ko'p ustalar, keyin prorab akalarimiz bizga telefon qilib so'rashyapti. Bir xilga sprey mahsulotlarni ishlatilganda u oqib qolyapti ekan. Hozir mana ko'ryapman, bu yerda juda burchuklari ko'p, mana tiyagalar juda boshqacha chiqqan aka. Bu Luch Petrada unaqa narsa bo'lmadimi aka? Yo'q, u ko'p to'g'ri savol berdingiz. Sprey mahsulotlar ichida endi kraska sohasi darvozachi ustalar, ularda ham oqib qolish kuzatiladi. Endi birinchi o'rinda bu ustaning mahoratiga bog'liq. Keyin asnovani ideal qilib olish kerak-da. Asnova agar ideal bo'lmasa, u kraskani o'zi bilan yopaman deydi-da, ko'p sepgan hisobiga oqib qoladi.
tushuntira oldimmi? Shuning uchun основani ideal qilib olinsa, shu bir sloy, ikki sloymi kitob tilida sepiladi, o'zining kitob bo'yicha ideal chiqadi. Biz mana hozir ustalarga, prorablarga aytamiz, uy egalariga ham bu mahsulotni luchi petrani sepilganda bu burchaklariga oqib qolmaydi. U umumiy effektda juda chiroyli blesк berib, yaltillab turadi. Shunaqa gaplar. Hali bu uchastkani pollari, nimalari chiqqandan keyin inshaalloh uzoq yil xizmat qilsa biz klientlarimiz shu taraflama xursand bo'lamiz. Endi yanada hashamdor ko'ring. Aziz aka, o'zi bu kvadrat, bu uyda gaplashmayapmiz. O'zi necha kvadrat edi aka? Bu uchastka 12 sotiq. 12 sotiq. Devorni ponni nimasi qancha kvadratga 2000 kvadrat. 2000 kvadrat. Lekin aka, buni aytyapsiz, o'zi burchakli, teyagali deymiz. O'shalarga bu uy egalari ancha yutganda bu septirib. Nimaga boshqa mahsulotlar tanlamagan? Shu siz nimaga usta taraflama luchi petrani maslahat berdingiz aka? Endi luchi petrani maslahat berganimiz sababi aytdim-ku, videoni boshida ham metrovoy olinmaydi, shuni kvadratga kirib ketadi. Misol, mana shu joy, oddiy misol 20 metrga 4 metr deylik. Shunday yaxlit olinadi. Agar bu yerda boshqa travertindan yoki shu shkurka qilinadigan mahsulotlardan qilgan bo'lganimizda har bitta burchagiga pagonometriga mana usta xizmati olinadi. Operator olib ketasiz. Mana har bitta pagonometriga usta xizmati olinadi. Hozir bu umumiy hisoblanib ketyapti. Umumiy mana shu burchakdan narigi burchakka tortiladi. Hamda bo'yni ko'paytirib shunday yaxlit kvadratga olinadi. Aziz aka, bu shuncha katta obyekt qanchada bitta aka? Qancha vaqt ketdi shu? Bu 2000 kvadratga yaqin obyektimizni naqd 1 oyda bitirdik. O'rtada hayit bayramlari bo'ldi. 3 kun, 4 kun hayit bayramiga ketib qoldik. O'rtada tanaffuslar bilan shu 1 oy 5 kunlarda bitdi. Buni so'raganimdan maqsad, siz yaqinda bizdan ham mahsulot olib turardingiz-da aka, bu bunchalik tez bitadi deb o'ylamagandim. Endi bu yerda основа ideal bo'lgan ekan. Uy egalari, akalarimiz основада, ya'ni sementovoy tiyaga deydi-yu, sementovoy tiyagani ham yaxshi ustalarni solganda, yaxshi ustalarni solgan. O'shaning uchun qirralari yo'qolmagan holatda chiqqani uchun biz bu uchastkani qurishda, ya'ni fasadida pardoz berishda biz qiynalmadik. Shuning uchun ko'p vaqt talab qilmadi. Ham aka, bu sepilgani uchun ham shunaqa tez bo'ldi shekilli. Shu sepilgani uchun ham tez bo'ldi. Ortiqcha shkurkasi bo'lmaydi, polirovkasi bo'lmaydi, laki bo'lmaydi. O'shani hisobiga tez bo'ldi. Keyin aka, mana o'zingiz ustasiz, bir xilga ustalar so'rayapti hozir, yana shu narsani so'rab ketadi ular. Mana sepilyapti-ku aka, bir hamma har xil sepadi ustalar. Endi 50-60 santimetrdan sepadi. Sepganda aka, umumiy effekt bir xil bo'lib ketadi desa, ishonmay turishadi aka. Nima deysiz bunga aka? Yo'q, bir xil bo'lib ketadi. Bitta joyga misol endi birinchi sepib turgan ustalar bitta joyga yupqa, bitta joyga qalin sepib qo'yadi. U narsa alabulalik bermaydi. Tortganda yoyilib bir xilda qurib olish xususiyatiga ega ekan shu mahsulot. O'sha texnologiyamiz shunaqa deb turadi. Ishonmay turgan ustalarga mana qilgan ishlarni ko'rishlari mumkin. Mana o'zi quyoshda alabulalikda sotib beradi. Simbolik fotoapparatda olinyapti. Ko'rib turibsizlar, kattagina. Endi sizlarga yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Shunaqa gigant uchastka qurmoqchisiz, qurib qo'ydingiz, fasadingiz tayyor. Kimga murojaat qilishni tushundingiz deb o'ylayman. Mahsulot temasi bo'yicha akamlarga, usta xizmat bo'yicha bizga murojaat qilaverasizlar.